2025-yil noyabr oyi holatiga B-Bike kompaniyasi Vodiy Moto kanalida mototsikl, kvadrotsikllarning narxini aytib o'taman. Barchalaringga assalomu alaykum. Camel modelimiz 2 tonnalik chorva ko'tarish uchun, chorva tashish uchun mo'ljallangan. Yozgi mavsumdagi narxi $2380 dan, hozir kuzgi qishki mavsumdagi narxi $2200 va eng qizig'i O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavkamiz bor. 4 tonnalik mashina motor kasatka modelimizning narxi yozgi mavsumda $2750 bo'lgan, hozirgi kuzgi qishki mavsumda narxi $2600 dan va barchani qalbidan joy olgan kvadrotsikl modelimiz bor. Narxi $3200 dan 2 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Jaguar modellarimiz bo'ladigan bo'lsa $2100 dan 2 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Borti 220 ga kechirasizlar, 135 bo'ladi. Pol kabinani originalidan so'ragan odamlarga 2 tonnalik pol kabinamiz bor. Oldi linzovniy faralarda 2 tonna yuk ko'tarish xususiyatiga ega. Yozgi mavsumdagi narxi $2450 bo'lgan, hozirgi narxi $2400 dan. Leon modelimiz bor. Buni ko'pchilik 2025-yilda ham zavodlarda, ham savdo filiallarida juda ham ko'p sotilgan mahsulot. Narxi $2000 dan O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavkamiz bor. Va sizlar kommentariyaga yozib ketinglar. O'zbekistonda qancha odam yuk tashuvchi mototsikllardan foydalanadi va qaysi brendlar eng mustahkam va eng ishonchli? Sog' bo'linglar.